Prezident maktabi imtihonida tushgan savol. Sinfdagi 10 ta o'quvchidan 6 ta qiz bolaning o'rtacha bo'yi 150 cm va 4 ta o'g'il bolaning o'rtacha bo'yi 140 cm. Sinfdagi 10 ta o'quvchining o'rtacha bo'yini toping. Xo'p, qizlarning o'rtacha bo'yi 150 cm berilibdi. Shuni qizlar soniga ko'paytirsam, qizlarning o'zining bo'ylari yig'indisi kelib chiqadi. Ya'ni 150 ko'paygan 6. Bu esa 900 santimetrni tashkil qiladi. Endi yigitlarning o'zini bo'ylari yig'indisini topmoqchi bo'lsam, 140 santimetr, ya'ni o'rtacha bo'yi va 4 ta yigitlar soni ko'paytiradigan bo'lsam, 560 santimetrni tashkil qiladi. Endi sinfdagi 10 ta o'quvchining o'rtacha bo'yini toping deydigan bo'lsa, yigitlar va qizlar sonini qo'shadigan bo'lsam 10 tani tashkil qilyaptimi? Demak, bularning bo'ylarini yig'indisini shu o'quvchilar soni, ya'ni 10 taga bo'lishim kerak bo'ladi. Endi 900 ga 560 ni qo'shadigan bo'lsam 1460 va uni 10 ga bo'ladigan bo'lsam 146 santimetrni tashkil qiladi. 146 esa bizda C javobda turibdi. Shunga o'xshagan yanada qiziqarli masalalarni ko'rishni xohlasangiz, bizni kuzatishda davom eting.